grija disk churasi, osteoxondroz, radikulit, miozit kabi kasalliklarni fizioterapevtik muolajalar bilan 70, 80, 90% gacha klinik davolasa bo'ladi. Bizning klinikamizda fizioterapiya bo'limi faoliyat yuritadi. Ayni damda chegirma e'lon qilishgan. Qarang, manual massaj, umumiy massaj, elektromassaj, vibromassaj, bankali massaj, darsanval, elektroforez, fonoforez, Nugabest apparati muolajalari. Buni bilgan biladi, Nugabestni. Barcha inyeksiyalar, aromaterapiya, elektroigla ukalovание, traksion muolajalar hammasi 150 ming so'm ichida. Qolaversa, azonoterapiya bonus sifatida qo'shib berilyapti. Bitta sharti bor, u ham bo'lsa qo'ng'iroq qilib aytilgan vaqtda kelishingiz kerak, navbatda uzoq muddat kutmaslik uchun. Muolajalar kamida 2 soat davom etadi. Ushbu muolajalardan 7-10 ta olsangiz, muqim davomiy remissiyaga erishasiz. Uzoq muddat bel og'rig'i bezovta qilmaydi. Muolajalarni 25 yillik tajribaga ega bo'lgan fizioterapevt, manual shik massajist amalga oshiradi.